Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemiz Şangan toğrusunda sözlenedi. Leksiyemizden hazır başlayımız. Leksiyede Sıdıka Cürozi. Leksiyemizden Washington'dan başlayımız. Şangan'da yakından beri yaşlar ve mekteplerde Şangan müstakilliği faaliyeti kanat yaydırıldı. Bunun karta memuriyet karşı fikir bilen oturuğa çıktı. Şundaqla Beijing bu toğruduk hazırçı bir näse demegen bolsa, lekin Şangan memuriyet hükümetinin okuwçylarga işiltip atkan besimi tüpeyli hazır Şangan cemiyeti reaksiya devri kirdi. Yani mundaq aytganymyz bir bilen erkinlik ve Şangan müstakillik oturusundaki köreş reaksiya devri kirip kaldı deyişke boludu. Endi şu vaziyet doğrusu bugün toxtalymyz. Onundan başka sözleydiği leksiyemiz yine koşumça leksiya emas, lekin bir fikirini oturup koyup koyaylık. Yakında Birma hükümetinin rehberlerden biri, resmi rehber olması mı, lekin Birma devlet hükümetinin hukukunu koluğa keltirgen Aung San Suu Kyi hanım Beijing'i ziyaret kıldı. Biz şu münasebetle Cumhurbaşkanı efendiler deyimiz ki Aung San Suu Kyi tüncü bulup Beijing'i ziyaret kıldı. Onun Beijing'i ziyaret gelişi zaten nime? Hazır tünügün keşte Şangan Sumruq televiziyası saat 6 Washington vakti saat 6'da haber tarqatqanda Beijing hükümeti yaki Reis Xi Jinping Aung San Suu Kyi bilen intayim mühim ortak tonuşq geldi. Mühim mesele boyunca ortak tonuşq geldi dedi. Bu sodi ticaret meselesi mühim mesele emas. İki devlet münasebeti meselesi mening için mühim mesele emas. Xalqarada bulup turduğu işler bu. Zaten mühim mesele ne? Evet, Torbetir'de şunda haber çıkan idi. Aung San Suu Kyi Beijing'i ziyaret kılgan gündün başlap hesaplaganda Dalai Lama'nın Tibet'e qaytish vaqtimi tezleşedi deyişken idi. Şuna bugün Aung San Suu Kyi'ni Beijing'de kütüp eliş dağdığılık oldu. Lekin haber, axbarat dağdığılık oldu. Kütüp eliş dağdığılık oldu. Şuna men Cumhurbaşkanı efendiler sizlerge sual koyay ki Aung San Suu Kyi Beijing'i ziyaret kıldı. Dalai Lama'nın Tibet'e qaytışıga qançalik vaqt kaldı. Aung San Suu Kyi 18 yıl siyasi rejimde yattı. Bunu keltirip çıkargan devlet Beijing idi. Beijing hükümeti idi. Ahir Aung San Suu Kyi'ni Prezident Obama azat kıldı. Şu vaxtki sabık devlet işler katibi Hillary Clinton hanım azat kıldı. Bugün o Birma Demokratik Devletinin başlığı bulup kaldı. Şunu sual koyumuz ki Beijing'lik efendiler, Cumhurbaşkanı efendiler, Aung San Suu Kyi Beijing'e geldi, Dalai Lama'nın Tibet'e qaytışıga qançalik vaqt kaldı. Leksiyemizden özüküleylik hürmetli vatandaşım, Şangan müstakilliği fikir ekimi mektepler kirip geldi. Hararet örlüdü, memuriyet hükümeti çekleşki öttü. Mavzulu haber 8. ayının 17. günü Amerika Avazı'nın Xitay Til programması ilan kılındı. Haber mundak başlandı. Şangan'da yakından bir özlüksüz avcı algan Şangan müstakilliği meselesi yakından beri fikir ekiminin mekteplerge kirip kilişi bilella talaş tartış başlanıp nezri ve küreş yok kara dolkonga götürüldü. Okuwçylar teşkilatı köpleyen mekteplerde kurulup müstakillik ve nadivizmge dikkat kılış başlangandan keyin Şangan memuriyet hükümeti Maarif idaresinden alaydı rayon hükümet başlıqıgacha hem de merkezi hükümet Beijing merkezi hükümetinin Şangan'da turuşluq iş başqarış ornu kayni-kayniden bu okuwçylar hareketiga yoki müstakillik dolquni hareketiga zarba berib, Şangan müstakilligi fikir ekimining maktablarga kirishini qattiq tanqid qildi. Şangan'da köplagan oliy maktablarning o'quvchilar uyushmalari yaqinqi yillardan beri nadivizm hareketini qo'llashga yuzlanib, hatto Şangan müstakillik ideaviy fikir ekimini qo'llab, bu yil 4-oyda yerlik o'quvchilar tashkiloti o'quvchilar hareketi manbiini qurib chiqdi. O'quvchilar hareketi manbiini qurib chiqdi. 8. ayının başlarında oturum mekteplerde nadivizmga köngül bölüş teşkilatı kuruşni çaqırıq kıldı. Şangan müstakilliği sadası her bir mektepnin bulun pişqaqlığıca elip körüşni karar kıldı.
Şangan matbuatlar xabar qilib, mundaq ko'rsatdi. O'quvchilar harakati manbiy tashkiloti barliq o'rta maktablarda qurilgan o'quvchilar uyushmalari bilan aloqa bog'lab, Şangan mustaqilligini qo'llashni umid qildi. Aloqa bog'lab, Şangan mustaqilligini qo'llashni umid qildi. Navbatda 17 eg'iz o'rta maktabda nadvizmga ko'ngil bo'lish o'quvchilar tashkiloti qurildi. Maktablarga kirish, qonun chiqarish komitetiga a'zo bo'lib saylanishni umid qilgan Nadvizm Demokratik frontining boshlig'i Liang Tianchi qatorliq 6 nafar kishi Nadvizm va Şangan mustaqilligi, Nadvizm yerlik kuch degan gap, yerlik millatning yerlik talabi degan gap. Nadvizm 6 nafar kishi Nadvizm va Şangan mustaqilligini qo'llaydigan saylanga qatnashuvchilarning saylanga qatnashish salohiyati bekor qilingandan keyin bu Nadvizmchilar yoki Şangan mustaqilchilar yaqinda qonun chiqib 9-oyda o'tkaziladigan qonun chiqarish komitetini saylamaga qatnashishni talab qilishgan edi va o'zini nomzod qilib ko'rsatgan edi. Biroq sen Beijingga sodiqmi emasmi? Şangan ma'muriyatiga sodiqmi emasmi? Sen Şanganning negizli qonuniga sodiqmi emasmi deydigan jadvalni taqib markaziy hukumat bularning, ya'ni mustaqilchilarning bu saylamga qatnashishini rad qildi. Bekor qilingandan keyin Şangan mustaqilligi uch qo'llaydigan Şangan Millat Partiyasi, ya'ni Millatchilar Partiyasi 8-oyning 5-kun tunji qatim 3000-4000 odam qatnashgan Şangan mustaqilligi yig'ilishi o'tkazib, o'quvchilarning maktablarda Şangan mustaqilligini tashviq targ'ib qilishni qo'llaydiganligini bildirdi. Bu harakat Şangan ma'muriyat hukumatining cho'chishini keltirib chiqadi. Ma'rif idora boshlig'i Wu Kejian va ma'muriyat boshlig'i Liang Jinying o'tgan juma kuni 8 oliy maktabning ma'muriyat raislari bilan ko'rishib, har qaysi maktab rahbarlarini ehtiyot qilishga ogohlantirib, mustaqilchi o'quvchilarga yetakchilik qilib, maktablarda qo'zg'algan Şangan mustaqilligi harakatini jonliq bir taraf qilishni talab qildi. O'quvchilarning fikrini beshini qaydirib, buni jonliq bir taraf qilishni talab qildi. Uningdan keyin Şangan shahar ma'rif idorasining boshlig'i Wu Kejian 8-oyning 16-kuni Şangan mustaqilligi masalasi bo'yicha o'quvchilar oilalar tashkilot, o'qitishga mas'ul guruh bular va o'rta maktab mudirlari tashkiloti bilan ko'rishib, Şangan mustaqillik harakatining negizli qonuniga, Hong Kong mustaqillik harakatining negizli qonunga xilof ekanligini, o'quvchilarning negizli qonunning ramkasi ichida Hong Kong mustaqilligini muhokama qilishni talab qildi. Sen bunun ruhsat qilsan, muhokama qilsan, qil, lekin negizli qonun asosida muhokama qilsan, to'g'ri bo'lamdi, bo'lmamdi. Mushuni majburli deydi. Uningdan boshqa ma'rif idorasi 14-kuni va 15-kuni bayonot e'lon qilib, har qanday Şangan mustaqilligi maktablarda paydo bo'lmasligini ko'rsatdi. Agar o'qituvchilar Şangan mustaqilligini targ'ib qiladigan bo'lsa, ma'rif idorasini nasihat qilish xati yozib, ogohlantirish xati va ayblash xati yozib, hatto o'qituvchilik tizimiga oldirish va o'qituvchilik salohiyatini bekor qiladi deb ko'rsatdi. O'qituvchilar qo'llasa, uning o'qituvchilik salohiyati, mustaqilchilarni qo'llasa, o'qituvchilik salohiyati bekor qilindi deb ko'rsatdi. Ma'rif idorasining ifodasi jamoat fikrining tanqidi uchirdi. Ma'muriyat hukumati maktablarda o'xshashmagan mavzulardan muhokama elib berishni chekladi. Ideya erkinligini chekladi deb hisobladi. Ma'muriyat boshlig'i Liang Jinying 16-kun ma'muriyat yig'ini qatnashganda mundaq ko'rsatdi. Maktablar ichida o'quvchilar mustaqilligini muhokama qilsa, o'qituvchilar maktab boshlig'i haq-nahaqni ayirib berish bo'yicha muhokama qilishi bo'ladi. Maktab boshlig'i va o'qituvchilar haq-nahaqni ayirish. Demak, kimning haq, kimning nahaqni muhokama qilishi bo'ladi. Mustaqillik masalasi so'z matbuot erkinligi masalasi emas. Masala hisoblanmaydigan masaladir. Demak, bular cho'kirib o'tdi Şangan mustaqilligini ma'rif idorasining boshlig'i Wu Kejian degan odam. Demak, hozir sizlar shuni ko'rib olasizlarki, Şangan jamiyati reaksiya davriga kirdi. Ya'ni mustaqillik bilan
demokratiya, müstakillik, Şangan müstakillik oturusuzdu köreş. Şangan'da növbette reaksiya devri kirdi.